Rostdan shu xonadonni 148 ming dollarga berib yuboraman deyishyaptimi? Shu 3 sotixli bag'aybat xonadonni, lokatsiyasi ham вообще bomba ekan. 1 kilometrdan keyin metro ham bor. Uyimiz yetmaganiga qarang, uglovoyda joylashgan ekan. Arzon uy joylar chiqyapti. Tez like, podpiska bosib qo'ying, bo'lmasam o'tkazib yuborasiz. Uyimizni tartibsizligiga e'tibor bermaysizlar, chunki qurilish ishlari endi tugatildi. Chiroyli qilib shunaqa 3 sotixga xonadonimizni qurib qo'yishibdiki, birinchi qavatini o'zida bitta katta mehmonxona hamda alohida yotoqxona, ichida o'zini yuvinish xonalari ham qilib ketilgan. Bundan tashqari oshxonalari joylashgan. Shu xonadonimizni tegi yaxlit podvol bemalol xona qilib foydalansangiz yoki ishlab chiqarish qilsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi qavatida yana 4 ta xonasi hamda 2 ta yuvinish xonalari qilingan. Kommunalkalardan muammo yo'q, hujjatlari tayyor. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi? Fikringlarni izohlarda kutib qolamiz. Uyimizni o'zini orqada 1.3 sotixli katta hovlisi ham bor. Xonadonimiz Sergeli tumani Xonobod Beruniy mahallasida joylashgan. Lokatsiya Telegram kanalimizda.